Scooter 6 Max endi 1 millionga arzonroq va shuningdek Buds 6 Play atiga 120 ming so'm. Bu hali hammasi emas. Qurbon hayit aksiyasi boshlandi. 27-maydan 31-maygacha faqat Xiaomi Store'da va hamkor do'konimiz naqshida. Redmi Note 15 eng ko'p sotilgan smartfonlarimizdan biri. 120 Hz AMOLED ekran, 6000 mAh batareya, 108 megapiksel kamera, 2 million 730 ming so'm emas, atiga 2 million 339 ming so'mga. Redmi Note 14 Pro plus 5G premium darajada, 200 megapiksel kamera, 120 va turbo zaryad, IP68 himoya, 8256 GB, 4 million 569 ming so'm, 12512 GB, 5 million 199 ming so'm. Redmi 15C ota-onalar uchun eng yaxshi variant. Katta ekran, 6000 mAh batareya, narxi 1 million 555 ming so'm. Scooter 6 Lite shahar uchun ideal variant. 5 million 210 ming so'm. Scooter 6 Max esa premium level. 70 km gacha yuradi. 9 million 890 ming so'm. Watch 5 Active sport, qo'ng'iroq va xabarlar uchun juda ham zo'r. 18 kungacha zaryad ishlaydi va atiga 395 ming so'm. Endi aerogrillar ham chegirmada. Smart Air Fryer 6,5 litrlik aqlli model 1 million 299 ming so'm. Essential 6 litrlik esa oddiyroq va hamyonbop variant 895 ming so'm. Choynak ham aksiyada atiga 295 ming so'm. Mi Beside Lamp 2 esa atmosfera uchun top variant 475 ming so'm. Xullas, hayit uchun eng zo'r narxlar shu yerda. Aksiyamiz 31-maygacha davom etadi. Ushbu raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Sizni Xiaomi Store'da va hamkorimiz naqshida kutib qolamiz.